Assalomu alaykum, xayrli kech barchaga. Demak, navbatdagi 15-darsimizni boshlaymiz. Ya'ni bu Deutsch aber Hallo A1, ya'ni A1 kitobi, ya'ni nemis tilidan A1 kitobini, grammatik kitobini ko'rib boryapmiz. Bugun 15-dars va mavzuyimiz Zeitadverbien. Vaqt ravishlari, ya'ni vaqtni bildiruvchi so'zlar bor va bular albatta ravishlar deb aytiladi. Mana shularni bugun bir nechta sinonimlari bilan eng muhimlarini biz ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, siz agar bu videoni YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta videoga like bosing, izoh qoldirib qo'ying. Mavzu bo'yicha tushunmagan narsangizni aynan izohga yozib qoldirsangiz, xursand bo'laman. Va obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Videolarda layklarimiz biroz oz ekan. Ko'paytirsak, tez-tez video chiqib turadi darslar. Xo'p, Telegramda ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ham yaxshi. Va jonli muloqot qilamiz albatta darsning oxirida. Demak, boshladik. Zeitadverbien. Bu yerda adverb degani o'zi ravish degani. Adverb ravish, zeit bu vaqt. Bilamiz-a? Xo'p. Demak, shunday so'zlar borki, bular o'sha aynan vaqtni bildirish uchun ko'proq ishlatiladi nemis tilida. Misol uchun bu ni. Birinchisi bu ni shakli. Ni shaklini agar kimdir biladigan bo'lsa, bu o'sha hech qachon degan ma'noni bildirib keladi. Ya'ni bu yerda mana bu strelka bo'ylab hech qachondan har doimgacha bo'lgan so'zlar ketma-ketligi berilgan. Ni bu hech qachon yoki niemals bu ham hech qachon degan ma'noda keladi. Ya'ni bular ikkalasi sinonim so'zlar hisoblanadi. Mana ni yoki niemals. Misol uchun men hech qachon o'qimayman bo'lsa, ich lese nie. Men hech qachon o'qimayman. Yoki shunga nisbatan niemals-ni ham ishlatsak, ich mache das niemals. Men buni hech qachon bajarmayman degan ma'noda, buni hech qachon qilmayman degan ma'noda bularni ikkalasini sinonim sifatida ishlatishimiz mumkin. Demak, ketma-ketligi shu. Istasak yozib ketsak ham bo'laveradi. Mana hozir. Mana bu yerga yozib ketaman, tarjimasini keyin moment. Tarjimasini kanalga tashlab qo'yaman albatta. Xo'p. Demak, birinchisi ni. Hech qachon. Niemals shakli ham hech qachon degan ma'noni ifodalab kelyapti. Bu ya'ni ikkala sinonim. Undan keyin selten degan shakli bor. Navbatdagisi selten. Bu endi kamdan kam degan ma'noda keladi. Selten. Yozamiz. Selten. Kamdan kam degan ma'noda. Xo'p. Bunga sinonim sifatida ba'zi holatlarda kaumni olish mumkin. Kaum degani bu ham zo'rg'a. Bazo'r. Hop. Zo'rg'a. Kamdan kam degan ma'nolari mavjud buni ham. Kam shaklda. Fast ni degani o'zi aslida deyarli degan so'zga sinonim bo'la oladi. Deyarli, ya'ni fast ni bo'lsa deyarli hech qachon. Ko'ryapmiz-a? Ya'ni o'zbek tilida ham shunaqa birikmalar bor. Fast ni deyarli hech qachon. Deyarli hech qachon. Hop. Ketma-ketligi. Bu yerda mana bularni ham belgilab qo'yamiz. Mana selten demak kamdan kam, kaum zo'rg'a, bazo'r. Bu harakatlarga nisbatan ko'proq ishlatiladi. Men misol uchun buni zo'rg'a o'qiyman. Misol ich lese kaum das Buch. Ich lese selten
Das Buch. Men kamdan kam o'qiyman, kam o'qiyman kitob degan ma'noda ishlatyapmiz. Yoki ich lese fast nie Buch. Ein Buch yoki ya'ni men kamdan kam kitob o'qiyman. Deyarli hech qachon kitob o'qimayman degan ma'noda ba'zi holatlarda endi inkor bilan ifodalanishi ham mumkin. Shunaqa. Hop. Undan keyingisi manchmal. Manchmal, ab und zu, hin und wieder. Bu deyarli hammasi sinonim hisoblanadi. Ba'zan, ba'zan, goho, goho degan endi shunaqa tarjima qilsak ham bo'laveradi. Yoki gohida. Hammasi sinonim hisoblanadi. Ya'ni manchmal, manchmal bu ba'zan, ba'zan, ha? Ba'zan, ba'zan degan so'z. Bularga albatta hozir misol ham tuzib chiqamiz. Har biriga tuzishga ham harakat qilamiz. Va men og'zaki aytib ketyapmiz. Albatta buni yozma tushuntirib berishga ham harakat qilamiz. Demak, ab und zu. Ab und zu degani bu o'sha ba'zan ba'zanga sinonim bo'ladi yoki gohida. Gohida. Goho gohoga sinonim bo'lishi ham mumkin. Hin und wieder. Hin und wieder. Adashmasam buni men aynan guruh kanalimga allaqachon tashlaganman, ya'ni Deutschblick Telegram kanaliga allaqachon buni post sifatida joylagan bo'lishim kerak. Bir ko'rib qayta tashlab qo'yaman albatta buni. Ya'ni goho goho deb tarjima qilsak bo'ladi. Hin und wieder shaklini. Ketma-ketligi xuddi mana shu tartibda bo'laveradi. Va mana ketma-ketlikda ko'ryapsiz. Hech qachon, kamdan kam, ba'zan ba'zan deb ketyapsiz. Endi bu yerda yana yangi shakllari bor. Bu oft yoki häufig. Oft tez-tez, häufig degan bu ham ko'pincha tez degan ma'noda ishlatiladi. Ikkalasini ham tez-tez deb tarjima qilsak ham bo'laveradi. Ya'ni oft bu tez tez. Ya'ni boya aytganimdek, bular tarjimasi deyarli bir xil sinonim so'zlar. Alohida yozib beryapti. Faqat qo'llanish shakli biroz boshqacharoq. Häufig. Bu ham tez, tez degan ma'noda. Hop, undan keyin meistens. Meistens bu o'sha ko'p ishlatiladigan ravishlardan biri yoki fast immer desak ham bo'ladi. Meistens degani bu ko'pincha. Meistens. Meistens. Ko'pincha. Ko'pincha. Yoki endi pastga biroz tushib ketdik. Hop, meistens ko'pincha yoki fast immer. Fast immer. Boya aytdik, fast degani bu deyarli degani. Ya'ni fast immer bo'lsa deyarli har doim. Deyarli har doim degan so'z kelib chiqadi. Deyarli har doim. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Demak, immer degani bu har doim deganimi degan. Albatta. Ya'ni immer bu har doim. Har doim degan hisoblanadi. Va bundan keyin ständig so'z shakli bor. Buni ham yozib qo'yamiz. Ständig. Ständig ham doim muntazam, muntazam degan bo'ladi. Muntazam, doim shakllari bo'ladi. Ko'rib turibmiz va vaqtni bildiruvchi so'zlar aynan mana shular hisoblanadi. Mana. Va mana bu yozganlarimizni albatta kanalimizga tashlab qo'yamiz.
Buni istasangiz saqlab olishingiz mumkin. Istasangiz hozir yozib ketayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Xo'p, demak shu ketma-ketligi ni hech qachon, niemals bu ham hech qachon degan ma'noda, selten kamdan kam, kaum zo'rg'a kam, fast ni deyarli hech qachon degan ma'noda. Manchmal ba'zan ab und zu gohida, yoki hin und wieder goho va oft tez. Häufig bu ham tez degan ma'noda. Meistens ko'pincha, fast immer deyarli har doim degan ma'noda keladi va bu yerda immer har doim, ständig muntazam doim degan so'z shakllari. Ya'ni bular hammasi Zeitadverbien. Ya'ni vaqtni bildiruvchi ravishlar deyiladi. Xo'p. Ketma-ketligi mana shu. Endi bularga albatta misol keltirish kerak bo'lganda, buni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Kanalda bor, ishlab qo'ydim. Xo'p. Bitta gap olamiz va shunga endi bulardan misol tuzib ko'ramiz va keyin mashqlarni tushuntirib beraveraman. Xo'p, endi hammamiz biladigan so'zlardan foydalansak, bu hammaga ham tushunarli va soddaroq bo'ladi. Demak, ich essen degani bu yemoq degan fe'l edi. Ich esse men yeyman. Ni fast food. Ana shu gapimiz bor. Misol uchun, ich esse nie fast food. Men, ya'ni bu yerda ni shakli bu inkorni ifodalab kelganligi uchun qo'shimcha boshqa inkor qo'shishimiz shart emas. Butun gapga nisbatan ni ishlatishimiz mumkin. Ya'ni men fast food yemayman. Men hech qachon fast food yemayman degan ma'noda kelyapti. Yoki ich esse niemals fast food. Hammasiga bittadan gap tuzaveraman. Ya'ni bu birinchisi niga nisbatan yoki niemalsga nisbatan ham olishimiz mumkin. Endi bu yerda o'rnini almashtirsak ham bo'laveradi. Ich esse niemals fast food. Ya'ni hech qachon yemaganman yoki hech qachon yemayman degan ma'noda ishlatilishi mumkin. Va endi bir narsaga e'tibor bering, vaqtni bildiruvchi so'zlar odatda ega va kesimdan keyin 3-o'rinda keladi. Har doim esingizda saqlang. Gapda ega qo'yasiz, to'g'ri so'z tartibida. Ich esse bu gapning kesimi va 3-o'rinda aynan vaqtni bildiruvchi so'z. Ni, mana ich esse nie fast food. Hech qachon yemayman degan. Xuddi shu shaklni mana ich esse endi kamdan kam shaklini ishlatishimiz mumkin yoki ishlatishimiz mumkin bo'lgani ab und zu yoki shu shaklda ketma-ketlikda qo'yib ketaveramiz. Ich esse selten fast food. Men kamdan kam fast food yeyman degan ma'noda. Buni o'rniga yuqoridagi kaum shaklini ishlatsak ham bo'ladi yoki fast ni shaklini ishlatishimiz ham mumkin. Ya'ni men kamdan kam fast food yeyman yoki kam fast food yeyman yoki deyarli hech qachon fast food yemaganman degan ma'noda ishlatiladi. Tartibi shunaqa. Xo'p, endi keyingisi men endi ba'zan fast food yeyman yoki goho yoki ba'zida yeb turaman fast food degan ma'noda ich esse manchmal fast food bo'lishi mumkin. Yoki ich esse ab und zu fast food. Yoki ich esse hin und wieder fast food. Hin und wieder shakllari bu kamdan kam uchraydigan shakllar, asosan manchmal yoki ab und zu shakllari ko'p uchraydi. Mana shu so'zlar ko'p uchraydi. Hin und wieder bu ma'lumot o'rnida bilib qo'yishingiz
mumkin bo'lgan so'z. Keyingisi to'rtinchisida endi tez-tez yeb turaman. Misol uchun ich esse oft fast food. Men tez-tez fast food yeb turaman yoki ich esse häufig fast food. E'tibor bergan bo'lsangiz, barchasida aynan 3-o'rinda so'zlarni ishlatyapmiz. 3-o'ringa olib chiqyapmiz. Aynan nie, selten, manchmal, ya'ni vaqtni bildiruvchi ravishlarni. Hop. Endi bu yerda meistens shaklini qo'llashimiz ham mumkin. Ich esse meistens fast food. Men ko'pincha fast food yeyman. Yoki fast immerni qo'llasak ham ich esse fast immer fast food. Men deyarli har doim fast food yeyman degan ma'noda kelyapti. Lekin bu albatta zarar. Shunaqa shakli bor va bu yerda so'nggisini qo'llaydigan bo'lsak, immer shakli bor. Men har doim fast food yeyman degan gapni yozib qo'yamiz. Ya'ni immer fast food. Ich esse immer fast food. Men har doim fast food yeyman degan shaklda. Bu to'g'ri so'z tartibi bilan tuzilgan gaplar. Endi noto'g'ri so'z tartibi bilan tuzishimiz mumkin. Bitta-ikkitasini tushuntirib beraman, qolganini o'zingiz uyda ya'ni shu gaplardan foydalanib yozib qo'yishingiz mumkin noto'g'ri so'z tartibida. Demak, shu davomidan endi noto'g'ri so'z tartibiga olib o'tganimizda biz vaqtni bildiruvchi so'zni oldiga chiqarishimiz kerak. Ya'ni gapning birinchi o'rnida. Nini chiqarishimiz kamdan kam uchraydi yoki nimalsni chiqarishimiz kamdan kam uchraydi. Shuning uchun bulardan foydalanishimiz qiyin. Selten shakli, fast ni shakllarini olib chiqsak bo'laveradi. Misol uchun mana selten esse ich fast food. Mana bu yerda. Ya'ni fast food degan so'zni o'zi kerak bizga. Mana. Ko'rga selten esse ich fast food. Kamdan kam fast food yeyman. Endi bu yerda noto'g'ri so'z tartibi bo'lganligi uchun birinchi o'rinda seltenni olib chiqdik. Undan keyin gapda har doim ikkinchi o'rinda kesim keladi. Ikkinchi o'ringa kesim, endi egamiz 3-o'ringa tushib qoldi. Keyin boshqa so'zlar ketaveradi. Struktura shunaqa noto'g'ri so'z tartibida. Esingizda bo'lsa, menimcha buni taxminan 3-4 darsimizga o'tgan bo'lishimiz kerak. Nemis tilida so'z tartibi degan mavzu bor edi. Shu. Undan keyin yana bitta misol keltirib o'taman. Meistensni ishlatadigan bo'lsak, mana. Meistens esse ich fast food. Ko'pincha fast food yeyman. Yoki immer esse ich fast food. Noto'g'ri so'z tartibida aynan o'sha vaqtni bildiruvchi so'zni olib o'tasiz oldiga, undan keyin kesim, undan keyin ega va boshqa bir so'zlarni qo'llab ishlatsangiz, bu bemalol bo'ladi va bu noto'g'ri emas. Ya'ni har doim ega kesimdan boshlamasdan boshqa bir matnlarda o'sha Schreiben yozayotganda noto'g'ri so'z tartibini qo'llasangiz, gapingiz yana ham yaxshiroq, chiroyliroq chiqadi. Shu tartibi. Mana buni ham, namunani ham tashlab qo'yaman. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi mashqni ham tushuntirib beraman. Mashq biroz murakkabroq berilgan, lekin imkon qadar o'sha sizga tushunarliroq, soddaroq qilib beraman tushuntirib. Übung 1 ikkinchi mashqda nima qilamiz? Beantworten Sie die Fragen. Savollarga javob beramiz ekan. Savollar quyidagicha har xil savollar berilgan. Biz unga endi bizga berilgan so'zlardan foydalanib gap tuzamiz. Trinkst du keinen Tee? Choy ichmaysanmi? Choy ichmaysanmi? Inkor bor. Oft shaklini beryapti.
Hop, choy ichmaysanmi deb so'ralganda biz yo'q, men tez-tez ichib turaman deb javob berishimiz kerak. Lekin gapimizda inkor borligi uchun do'q shaklini ishlatyapmiz. Do'q degani bu ijobiy javob uchun edi. Choy ichmaysanmi? Desa, do'q. Ya'ni bu aksincha. Men tez-tez ichib turaman. Do'q. Ich trinke oft Tee. Aksincha tez-tez ichib turaman degan ma'noda do'qni ishlatyapmiz. Nimaga ishlatyapmiz ekan? Sababi aynan so'roq gapimizni o'zida inkor borligi uchun. Inkor bo'lmasa, ha yoki yo'q. Ya nayni ishlataveramiz. Bunga e'tibor berasiz. Va oft shakli tez-tez ichib turaman degan ma'noda. Undan keyin trinkst du keinen Kaffee, ya'ni qahva ichmaysanmi deb berilyapti endi bu yerda. Ni shaklida nein, ich trinke nie Kaffee. Yo'q, men hech qachon qahva ichmayman. Ni shaklida endi nine qo'llab ishlatishingiz mumkin. Tartib shunaqa. Trinkst du kola, kola ichasanmi? Endi marhamat. Ha, men ba'zan ichib turaman deb birinchi o'zbek tilida o'ylab oling. Mana. So'roq gapni olasiz, tarjima qilasiz va o'zbek tilida javob berib ko'ring. Keyin o'shani endi nemis tiliga olib o'tasiz. Bu usul aynan hozir boshlayotganlar uchun mos. Ya'ni siz tarjima qilib, keyin uni o'zbekchada o'ylab, keyin yana uni nemischaga tarjima qilishingiz mumkin. Faqat hozir A1-A2 darajada bu imkonli. B1da o'tganda endi siz nemischada o'ylashingiz, nemischada gapirib berishingiz kerak avtomatik. A1-A2da bu talab qilinmaydi u darajada. Shunaqa. Ya ich trinke manchmal Cola. Mana 3-o'rinda ega va kesimdan keyin kelyapti. Tartibi xuddi shunday. Bu yerda misol uchun gehst du manchmal ins Kino? Kinoga ba'zan borib turasanmi? Ba'zan kinoga borib turasanmi? Desa, ha, men ba'zan borib turaman. Ya, ich gehe, ko'ryapti, du bilan so'rayapti, shuning uchun. Ja, ich gehe ab und zu ins Kino. Mana manchmal o'rniga ab und zu'ni qo'yapmiz. Ich gehe ab und zu ins Kino. Yoki isst du kein Obst? Mana meva yemaysanmi deganda oft tez-tez yeyman deyishimiz kerak ekan. Bu yerda kein bormi? Demak, do'q bilan beramiz. Shuni yozib beray-da. Osonroq, tushunarliroq bo'ladi. Ya'ni doch ich esse oft Obst. Ko'rdingmi? Isst du kein Obst? Kein borligi uchungina do'q. Yemaysanmi? Aksincha yeyman men degan ma'noda ishlatyapmiz. Spielst du Fußball? Futbol o'ynaysanmi? Tez-tez desa, endi kamdan kam, yo'q, kamdan kam o'ynayman deb javob beramiz. Nein, ich spiele selten Fußball shaklini qo'llashimiz mumkin. Shundagina bu to'g'ri. Buni albatta yozib, istasangiz kommentariyada qoldirishingiz mumkin yoki o'sha Telegramdagi mana shu darsni tagiga yozib qo'ysangiz, buni ham imkon qadar tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, tahlil qilib berishga. Übungday aynan 3-mashqda esa nima qilamiz? Kaufen Wein. Bu yerda biz o'sha yuqorida ko'rgan so'zlarimizdan foydalanib o'zimiz gap tuzishimiz kerak. Misol uchun kaufst du manchmal Wein? Ba'zan vino sotib olasanmi deganda endi o'zingiz javob berasiz bunga. Ja, ich kaufe hin und wieder Wein. Men ba'zan goho vino sotib olaman. Yoki fahren mit dem Bus. Endi mana shundan men bitta misol ko'rsatib beraman. O'zi gaplari kam, shuning uchun bir dona ko'rsatib tushuntirib beraman. Qolganlarini o'zingiz bajarib qo'yasiz. Fahren mit dem Bus. Birinchi o'rinda so'roq gap tuzib olamiz. So'roq gapda birinchi kesim keladi. Hop, first bo'lishi kerak. Bizda first du misol uchun oft first oft mit dem Bus
Mana savol bor bizda. Ya'ni tez-tez avtobusda yurib turasanmi? Bo'lsa, biz aytishimiz mumkin, "Ha, men tez-tez avtobusda yurib turaman" deb javob bersangiz bo'ladi. Yoki "Yo'q" deb javob berishingiz ham mumkin. "Ja, ich fahre häufig". O'sha sinonim bor edi oftga nisbatan. Häufig. O'shani ishlatamiz. Häufig mit dem Bus. Mana. Endi shu nein shaklini ham ko'rsatib berishim mumkin. Mana nein shaklini ishlatsak, ich fahre selten mit dem Bus. Men kamdan kam avtobusda yuraman degan ma'noda. Mana. Bitta so'roq gap va unga ikki xil javob berishimiz mumkin. Xuddi shunday qolganlaridan ham siz so'roq gap tuzasiz va unga istasangiz bir xil yoki istasangiz ya nayn shakli bilan javob berishingiz ham mumkin. Bu o'zingiz istagingiz. Ko'proq mashq bajaraman, yaxshiroq takrorlayman, mustahkamlayman desangiz, aynan hozir ko'rsatgan usulimdan foydalaning. Mashqni xuddi shunday qilib bajarasiz. Xo'p, kimda bunda savollar bor? O'zi mavzu katta emas edi, murakkab emas edi. Mabodo savol tug'ilsa, mavzu bo'yicha savollarga hozir javob beraman. Shunaqa. Demak, izohga yozib qoldirsangiz bo'ladi, aynan savollar uchun degan joyga. Yoki oxirgi postga tishsangiz ham bo'laveradi savollarni. Mavzu bo'yicha savollar yo'q bo'lsa, keyin umumiy savol-javobga o'tsak bo'laveradi. Savollar uchun alohida. Endi umumiy savollarni ham yozishingiz mumkin. Men ko'rib boraman. Xo'p, kurslar bo'yicha, boshqa ma'lumotlar bo'yicha hozir gaplashamiz darsimizni yakunlab olganimizdan keyin. Savollar bormi? Menimcha o'zi tushunarli bo'ldi. Hammasini albatta daftaringizga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Kitob bo'lsa, kitobni o'ziga bajarishingiz ham mumkin. Albatta. Demak, shu. Hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa yaxshi. Bu 15-darsimiz bo'ldi. Agar siz YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'ying va izoh qoldirib qo'ying. Keyingi darsimiz bu 16-dars va mavzuyimiz nima bo'lar ekan bir ko'ramiz. Dativ bo'lishi kerak. Ya'ni dativ juda ham muhim mavzulardan biri. Shuni ko'rar ekanmiz. Shuning uchun obuna bo'ling, like bosing, qo'llab-quvvatlang va keyingi hafta aynan mana shu haqida gaplashamiz. Yangi video joylanadi.